Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz YouTube'dagi Hozircha shu kanali va Kamina Shahriyor Amonov. Ayni damda men Amerika Qo'shma Shtatlari Texas shtati markazidagi mana shu bog'da turibman. Xabaringiz bor, ertaga milliy terma jamoamiz Portugaliya terma jamoasiga qarshi Jahon chempionati K guruhidagi navbatdagi o'yinni o'tkazadi. Bugun esa o'zbekistonlik muxlislar uchun mana shu bog'da ajoyib futbol fan klub festivali tashkil etilgan. Dasturimizni aynan mana shu yerdan olib boramiz. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. Amerikaga ko'p safar qilganman, juda ham ko'p dam olishlarga, sayohatlarga kelganman, lekin bu safar aynan O'zbekiston milliy terma jamoasiga muxlislik qilish uchun keldik. Aynan ko'ngillilardan bo'lib o'g'lim bilan birgalikda tashrif buyurdik. Chin yuragidan, qalbimizdan O'zbekiston terma jamoasiga, milliy terma jamoasiga omad tilaymiz va muxlislar orasidan joy oldik. Mana bugundan muxlislar safiga kirdik. Yigitlarga omad tilayman. Yigitlar qo'rqmasdan borib, futbolni o'yin boshlangandan boshidan borib davrani shuni maydonni egallab ustiga chiqib oylar ot ustiga minganday borib. Xudo xolasa bosib inshaalloh yutaylik, xudo xolasa. Faqat yutish. Boshqacha o'ylayotganim yo'q men. O'zbekiston shonimiz Vida bo'lsin jonimiz. Mehmon bo'lib keldik deylik. Mehmon bo'lib kelgansiz. Zo'rtova telekanali bilasizlar so'nggi yillarda o'sha futbol chempionatlarini translyatsiya qilish bo'yicha asosiy da'vogar kanallardan biri hisoblanadi. Aynan futbolga Zo'rtova telekanalida maxsus koordinator va prodyuser menman. Aynan FIFA bilan mazkur nima deydi, munosabatlarga oydinlik kiritgan holda Jahon chempionati translyatsiyasini aynan Zo'rtova telekanali qo'lga kiritdi va tabiiyki Zo'rtova telekanalidan delegatsiya a'zolari va media partnyorlar yetib kelishgan. Hozir ayni chog'da O'zbekiston hamda Portugaliya o'yini oldidan press konferensiya va bunda ishtirok etamiz.
Sizni Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Tashrif nima maqsadda bo'ldi? Ya'ni futbol bo'yichami yoki amaliy shu qurilish joyi bilan bog'liqmi? Yo, shu futbol bo'yicha vatanga muxlislik, vatanparvarlik, bir mazza qilib muxlislik qilib ketaylik dedik. Xudo xohlasa keyingi o'yinlarga chiqqanicha to oxirgisigacha boramiz. Ovozini ko'tarsa, ozgina ovozini ber. Yetolmasman dilim shundan aytgim kelar, aytgim kelar. Bor dardim aytgim kelar, aytgim kelar, aytgim kelar. Yuragimni ochgim kelar, aytgim kelar, aytgim kelar. Bor dardim aytgim kelar, aytgim kelar, aytgim kelar. Yuragimni ochgim kelar. Hamma birga! Qalbingda qo'lchalarni ko'taraylik bir-birimizni ko'rish uchun. Azizlar, yaxshilar, mana qora ko'zlilarim, qora qoshlilarim. Davay, davay, davay. Assalomu alaykum deyilganda faqat oldingi qatorlar baqirib berdi, o'rtadagilar, orqadagilar. Assalomu alaykum Houston! Qanaysizlar, kayfiyatlar zo'rmi? Birgalikda baliz qilamizmi? Keyingi taronalar aynan sizlar uchun ketdik. Birgalikda kuylaymiz. Let's go! Qorong'u xonim yoritadi oy, yo'ldarim tushirgandek oyda-oy. Men ovutadi. Assalomu alaykum. Rahmat. Qanaqa o'g'lingizni mashhurligidagi hayotingizda nimalar o'zgardi? Shaxsan ayting. Ishimiz ko'paydi. Ishimiz ko'paydi shu. Qanaqa? Kolumbiyaga taklif qilishni bo'ladigan bo'lganlaringizmi yo'qmi? Hozir o'ylab turibmiz, hozir vaziyatga qaraymiz, keyin aniq qilamiz. O'g'lingizni o'zi mashhur bo'lganini sezdimi yo'qmi? Siz qanday desam ekan, bir sezib bir sezmay. O'zi hali ham anaqa qilmaydi. Portugaliya o'yinida umid qilamiz o'g'lingiz ko'z yosh to'kmaydi. Albatta, rahmat, rahmat. Aytganingiz.
Bugungi dasturimiz va Houston shahrida tashkil etilgan futbol bayramiga bag'ishlangan festival ham o'z nihoyasiga yetdi. Dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, dasturimiz va bugungi festival barchaga birdek manzur keldi. Kanalimizga obuna bo'lishni va videomizga like bosib, o'z fikringizni izohda qoldirishni aslo unutmang. O'zbekistonga esa omad yor bo'lsin. G'alaba biz tomonda bo'lsin.